Assalomu alaykum qadrli obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Azizlar, ko'rib turganingizdek, yana biz Namangan viloyati Jidagaba qishlog'idamiz, ya'ni Darvozalarning vatandamiz. Bu yerda mana Abrorbek akamizni sexlardan mana shunday sifatli, hamyonbop, eng so'nggi fasonlar hammasi chiqadi. Eng qizig'i, dastavkasi O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul, kafolati 5 yil. Xudo xolasa bu akaga xotirjam zakaz beraverasizlar. Darvozalarni aytilgan materialda, aytilgan vaqtda O'zbekiston bo'ylab yetkazib, o'rnatib beradilar. Hozir o'zlaridan ham qolgan ma'lumotlarni bilib o'tamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Abror aka, yaxshimisiz? Salomatingiz yaxshimi aka? Yaxshimisiz? Charchamasdan aka. Rahmat. Aka, bu yangilik fasonlarni terib qo'yibsiz. Xudo xolasa bularni batafsil ma'lumotlarini aytib o'tsangiz. Xo'p, aka, buni dastavkasi bepul, a? Dastavkasi mutlaqo bepul. Endi o'ta uzoq bo'ladigan bo'lsa, kelishtirib beramiz dastavkasini ham. O'zimiz buni voha Samarqand tomonlarga bo'ladigan bo'lsa, darvozamiz muddati 10 kun bo'ladigan bo'lsa, u tomonlarga darvozani 3-4 ta qilib bir reys qilib mashinaga to'ldirib chiqaramiz. 3-4 ta qilib 15 kunga vodiy bo'ylab o'rnatib berilsa, u tomonlarga 25 kun bir oyga olamiz dastavkasini, uzoqlarga. Bu 5 yil kafolati asosan nimasiga bo'ladi? 5 yil kafolati darvozani o'z-o'zidan darvozaning qanotlari tashab yuborishi, profili yoki qayrilishi, kraskasi ko'chishiga kafolat beramiz. Darvozani mashinada, avtomobilda no'qib yoki bu narsa toshbosh otsa o'zlari javob berishadi. Lekin darvoza o'zidan o'zi ish ko'rsatsa, biz javob beramiz. Darvozani ta'mirlab ham beraveramiz. O'sha 5 yil ichida servis xizmatlari ham bor, bor. Xo'p, aka, yo'qsa bir qatordan darvozalarni tanishtirish boshlasak. Ha, aka, bu darvozalardan tashqari internet tarmog'idan yurtdoshlarimiz zamonaviy darvozani rasmini tashlasa, birga bir qilib ham o'xshatib bera olasizmi? Boburjon, darvozani o'zlariga yoqqan darvozani shu ijtimoiy tarmoqlardan yoki chetdan tortib darvozani rasmini ko'rsatsa, xudo xolasa 90% ga olib kela olamiz. Hali 100% deb katta ketmaymiz, 90% ga o'sha kachtovasini ishini olib kela olamiz. Temirdan, darvozadan boshqa kachalik, barel, oynak reshotka, liboy narsa temir ishi bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa qo'ldan kelgancha bitirib bera olamiz. Aka, yo'qsa mana shu darvozamizdan boshlasak, bu darvozamiz hozirgi paytda trendda turgan fasonlardan bittasi. Aka, bu darvozamizni razmeri nechiga nechi? Boburjon, darvozamizning razmeri 4 metrga 360 gavdasi. Darvozamiz kalitga qismi chap tomonga joylashgan 90 sm. Ha, kirish qismi 90 sm. Chap tarafda. Chap tomonda. Endi har xil xonadonlar bor, o'ng tomonga qilib ber deyishadi. Boring 330, 340 bo'ladigan bo'lsa, kalitkasini qanot ichidan qilsa ham bo'ladi, yoki chap tomonda yoki o'ng tomonda. Darvozamiz shu joylarni shu lazerli qilib shu kesib har xil qilib chiqarilardi. Bu joylarni shu yuganat degani klientlarimiz yoki mijozlarimiz qiynalmasin deb shuni gipkadan qilib, chiroyli qilib yuganat degani qilib, hali tekisroq variantda qilib ishladik buni. Adashmasam bu darvozamizni mana bu qismi mativiy holatda. Mativiy holatda. Bu qismi glansiviy. Glansiviy holatda. Yaltiroq. Shu balishni qora kraskamiz yaltiroq bo'ladi, shu toza mashinaning kraskasidan bo'lgan bu. Ha, aka, bu darvozamizni kraskasi lak tozami? Boring, darvozani listini shu tekisga chiroyli qilib ishlab olib turib, gruntovkalarni sochib, shu kraskasini 3 sloy bosim bilan sochib, keyin matviylar bilan chiroyli qilib chiqaradigan. Masalan, mana shu darvozamizni quyoshga tikka holatda yoki yomg'ir tushadigan joyga o'rnatilsa, kraskasiga, materiallarga, lakiga qancha muddatga kafolatini berasiz? Endi buni o'zingiz ham bilasiz, Boburjon, usti yopiq, chiroyli joy bo'ladigan bo'lsa, muddatini 5 yilgacha beramiz. Endi o'g'il bolachasiga usti ochiq, shu quyoshda ham, yomg'irda ham usti ochiq, ustida hech nima panosi yo'q joyda turadigan bo'lsa, 1 yilga garantiya beramiz, halolligi. Ha, qadrli obunachilar, darvozani qancha ustini yopsangiz, darvoza uzoqqa xizmat qiladi. Xudo xolasa akaga xotirjam zakaz beraverasizlar. Darvozalarni aytilgan materialda, aytilgan vaqtda olib borib o'rnatib beradilar. Aka, buni hozir nerjavekasi yopishtirgansiz. Buni ham masalan darvozamizni yuvgan paytimizda kunlarda, sovuq kunlarda ko'chib ketmaydimi? Nerjavekamiz Boburjon issiqqa, yomg'irga, boring sovuqqa chidamli, shu garantiya ko'chmaydigan holatda bo'lgan. Bu joylar ham shu kafolati bor. Qilib tekis qilib ishlangan, kafolati bor, garantiyasini beramiz. Darvozamizda shum yo'q, ha? Yo'q, shum umuman yo'q. Mana, darvozamizni shu bor kuch bilan urayapmiz, darvozada shum yo'q. Ha, darvozamiz juda ham ajoyib holatda. Endi bu joylarni yoz yopiq holatda bo'lgan, o'sha lazerli havo kirib skvajli bo'lib turishiga bir 10 xil varianti bor. Bu joylarni ham qilib beraveramiz. Xo'p, aka, buni
narxini qancha deyapsiz? Narxini Boburjon 1 kvadrat metrni shunikida mash kachiti, mash materiali bo'ladigan bo'lsa, 1.300.000 so'mdan 1.5 million so'mgacha qilib beramiz. Kvadrati 1.300.000 dan 1.5 million so'mgacha. 1.5 milliongacha. Endi buni ham o'zingiz ham tushunasiz. Shvilleriga, ichiga ketgan qovurg'a profillariga bog'liq. 5 xil varianti bor. Aka, hozir Noyob o'z kanalidan telefon qilsa, xudo xolasa, skidka qilib, bonusga kvadratini 1 milliondan qilib berasizmi? 1 million so'mga ozgina qo'shib berishadi. 1 million so'mdan qilinadigan variant. 1 million 100 ming xudo xolasa, mana shu materialda sifatli qilib, O'zbekiston bo'ylab dastavkasini ichida qilib berasiz, xudo xolasa. 1 million 250 ming. Zakaz ko'proq. Yo'q, xo'p deng. Zakaz ko'proq olasiz, xudo xolasa. Endi Boburjon siz obunachilaringiz aloqaga chiqsa, 1 million 200 ming so'mdan shu chiroyli qilib beramiz. Aka, yo'qsa 1 million 150 mingdan. Ha, telefon aloqa chiqsa chiroylab qilib beramiz. Xo'p, aka, bu navbatdagi darvozamiz Dubai fason. Dubai fason trend aka, shu darvozamiz ham hozirgi paytda trendda turgan fasonlardan bittasi. Xo'p, buni razmeri? Boburjon, darvozamizning razmeri eniga 390, gavdasi 3,5 metr. Ikkala yoni tagi qismi 12 li shviller. Lislariga keladigan bo'lsak, yuz qismi 2 lik lis, orqa qismi shu shumkasi bilan 1.8 ga bo'lgan darvozamiz. Ha, birinchi qavati 2 lik lis. 2 lik lis. Ikkinchi qavati orqa qismi 1.8. Ha, 1.8 listi bor, ha. Xo'p, buni ham shumi yo'q. Yo'q, darvozamiz shu bana umuman shumi yo'q. Darvozamiz Boburjon 320 3 metr, boring 340 bo'ladigan bo'lsa, kalitkasi yoki shu joydan o'ng tomondan qanot ichidan yoki chap tomondan chiqadi. Ha, razmerga qarab turib, kalitkasini yo bu tarafda, yo bu tarafda yoki ichida qilib. Addinli bo'lsa, o'ng tomonda, chap tomonda qilsa bo'ladi yoki o'sha kichikroq darvozaning razmeri bo'ladigan bo'lsa, kalitkasi qanot ichidan bo'lib chiqadi. Ha, aka, mana bularni gifka stanokda egib turib chiqarganmisiz? To'tala tomonda ham shu. Yo, alohida svarkasi bormi? Gifkada egib chiqarilgan buni. Umuman suv yomg'ir kiradigan joyi yo'q. Darvozamiz mana avtomatik suvlar tushib ketaveradigan qilib qilingan. Tekis ishlangan, chiroyli. Ha, darvozamizning orqa tomoni qanaqa holatda? Orqa tomoni mashq holatda, shu holatda tekis bo'lgan, qo'lda iladigan yoki kirgan chiqqan joyi yo'q. Tekis shu shumkasini solib tekis qilingan. Splashnoy tekis holatda qilib bergansiz. Xo'p, ikkita yoni shveller, ikkita yoni shveller, aylana profillari 8 ga 4 polni o'sha 1.7 da bo'lgan. Rossiyskiya bu, ha? Yo'q, o'zimizni Begavot shveller, endi boring rossiyskiy shvellerga dogovor qilinsa, rossiyskiy shvellerga ham qilib berilaveradi. Lekin rossiyskiy shveller uloq-suloq, urilgan netgan bunaqa tekis sifatli chiqmaydi-da. Ha, sifatli chiqsin deysa, bu o'zimizni shvellerlar ham baquvvat xizmatini qiladi, xudo xolasa. Xohlasa shvellerga, xohlasa shu profilni 3ligi, 2ligi, 2,5ligi har xili bor, shundan ham qilib beraveramiz. Juda chiroyli gabarit, chiroyli chiqadi. Aka, albatta bu darvozada eng ko'p xizmat qiladigan narsa bu zamoklari. Zamoklari. Bu zamogini ham tozasi bo'ladimi? Zamogida shu Zober zamogida yaxshisi bor. Bu zamog shu Zober zamogidan ham shu kurtoyroq, qimmatroq shu stimul zamogimiz. Ha, bu bayovoy shu xizmat yaxshi. Sifati kachitasi zo'r, zamogida ishlashi ham chiroyli. Xo'p, aka, darvozamizning kraskasi laklari? Darvozamizni kraskasi shu Devo kraska, gruntopga hamma joyi chiroyli bo'lib bo'lgan, laklari matviy lakda bo'lgan. Endi glansiviy qilib berdi deyishadi, glansiviy bu darvozaga aytmay qoladi. Bachkanaroq bo'lib qoladi, yaltir-siltir bo'lib, matviga juda chiroyli chiqadi. Nerjavekalarga ham e'tibor bersiz, Boburjon juda shu hali qorasida joylashgan, o'ziga mos, shu sifatli, chiroyli chiqqan. Ha, dizaynga mos tushishligi uchun bu qora nerjavekadan qilib bergansiz. Xuddi shunday qilib bergan. Xo'p, aka, buni rangi o'zgarsa, narx-navosi o'zgarmaydimi? Yo'q, rangi unaqa tomonlar o'sha rangini shu 5 xil varianti bo'lsa, rangiga umuman narxiga daxli yo'q. Hurmatli obunachilar, qanaqa darvoza rangini masalan buni korishnemaymi, libboy rangda qildirsangiz narx-navosi o'zgarmaydi, xudo xolasa. Aka, bu dastavka xizmat qanaqa bo'ladi? Dastavka xizmati shu o'zimizning vodiy bo'ylab mutlaqo bepul. Xorazm, Samarqand, shu Nukus tomonlarga bo'lsa, dastavkasiga ozgina yordam qilishadi. Ha, u kelishilgan holatda. Shunda Toshkentgacha, Andijon, Farg'ona, Qo'qon dastavkasi mutlaqo bepul. Samarqand, Jizzax, Voha tomonlarga shu dastavkasiga ozgina yordam qilishadi. U kelishilgan holatda yetkazib berasiz. Xo'p, buni o'lchab kelish, ustanovkasi borib darvozani точно razmerini olib o'lchab kelish, ustanovkasi bepul. Aka, bu darvozamizni kvadrat qanchadan endi? Kvadrat metr shuniki ham Boburjon shu 1 million 250 ming so'mdan 1,5 million so'mgacha qilib beramiz. Bu darvozani 50 ming, 100 ming shu ijtimoiy tarmoqlarda o'zimiz ham kuzatamiz.
ishxonamiz shayda o'zimiz bir qo'l ishlab chiqaramiz. 100 ming 50 ming arzonroq ham aytishar ekan. Biz ham qilib beramiz. Materialiga, ishiga bog'liq. 1 million 100 ming so'mdan qilib beramiz, 2 yil garantiya beramiz. O'sha hamma yo'g'ini zo'r materiallarni ham qalin qilib, cho'tkilab ishlab turib, 1 million 400 ming so'mdan qilib beramiz. 5 yillik kafolat beramiz darvozaga. Hamma shu summasiga, ishiga bog'liq. Aka, xudo xohlasa, biz kanalimizdan qo'ng'iroq qilsa, buni ham chiroyli qilib, Endi sizning kanalingizda skidka qilib berasiz. Xudo xohlasa aka. O'sha obunachilaringiz telefon qilib, savol, rizq, darvozachi juda ko'p. Avvalo Alloh tomonidan rizq. Siz imminni obunachilaringiz qilsa, skidka qilib chiroyli narx qilib beramiz. Bo'ldi aka, xudo xohlasa. Inshaalloh. Xo'p, bu navbatdagi darvozamiz turetskiy fason. Bu darvozamizni mana bu joylari Nerjiveykadan bo'lganda juda ham ajoyib chiqqan. Chunki hozir mana listdan qilibsiz buni. Lekin listdan bo'lsa ham mana baquvvat, juda ham chiroyli chiqargan. Xo'p, bu darvozamizni razmeri? Razmeri Boburjon 380 ga 3,5 metr. Ha, 3,5 metrga 380. Ha, oldingisi 390 da eslasangiz. Buni kichikroq qilib yasab qo'ydik darvozamizni. Kalitka qismi o'ng tomonda 90 sm, darvozamiz 380 ga 360. Ikkala yona tagi qismi 12 li shivillar, listlari 100 qismi 2 lik list, orqa qismi 1.8. Shunda mana bu birinchi qavati 1.8, orqa tomoni 1.8. Usti 2 lik list. 2 lik list. Buni ikkalasini bir xil qilib, 2 lik ham qilib beraverasiz. Orqa oldin 2 lik ham qilib beramiz. Narxida shu ozgina farq qiladi. Oldi qismini 1.8, orqasini 1.5 list aytib deb qilib bersak, ozgina narxiga ham ta'siri bor oladi. Endi bu joyda Nerjiveyka dedingiz, Nerjiveykadan ham qilsa bo'ladi Boburjon. Mana listdan bo'lgan variant shu urganingizda ovoz yo'q, shu skronli bachkana emas, sodda turadi. Ha, shum yo'q ha, bunda ham. Umuman shum yo'q. Nerjiveykani boring, samirangizda qotiriladi yoki nimadirda qotiriladi. Buni shu to'tala tomonidan ham egib turib, shu mana shu joylarigacha shu qo'lda ilmaydigan qilib chiroyli qilib listdan qilingan varianti. Qadrli obunachilar, mana ish sifatini yaqinroqdan ko'rsangiz ham bilib olasiz. Buni silliq ishlangan, shpekulovkasi ko'rinmaydi, bilinmaydi. Sifat idealniy holatda. Mana darvozamizda shum yo'q. Umuman shum yo'q. Xudo xolasa buni ham O'zbekiston bo'ylab dastavkasi Toshkentgacha bepul. Toshkentgacha bepul. Toshkentdan u yog'iga kelishgan holatda. Endi hammasini o'sha kelishtirib beramiz. Boring 5 ta darvoza bundoq qilaylik. O'zbekiston bo'ylab dastavkani mutlaqo bepul qilib bering. Qilib beramiz. Shunaqa qilaylik. Qilib beramiz. Ovoragarchilik, boshqa narsa bo'lmasin. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul aka. Darvozamiz Boburjon 15 kunda bitadigan bo'lsa, bitta ikkita darvoza bo'lib qoladigan bo'lsa, hali bu dastavkasi ozgina qoplamay qolyapti. Bir 3-4 ta qilib, 25 kun, 1 oy davomida shu hammasini shu Samarqand kelishib olasiz. Bitta olib borganda o'sha hamma darvozani birgalikda olib borsangiz, qolganligi ham nagruzga tushmaydi. To'g'ri. Obunachilar, xudo xolasa qo'ng'iroq qilasizlar, dastavka bepul. O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Xo'p aka, bu darvozamizni narx-navosi? Narx-navosi shuniki o'sha 1 million 300 ming so'mdan 1 million 600 ming so'mgacha. Bu nima uchun qimmatroq? Bu darvozamiz nima uchun qimmatroqligi, materiali o'sha hamma yo'q mana profillarigacha qalinda bo'lgan. Mana shu joyga ham 8 ga to'g'ri profillar, 6 ga to'g'ri profillar juplashib tushgan. O'shanga nisbatan qimmatroq. Ketin darvozamiz hamma yo'q o'sha pul qalin variantida bo'lgan. Aka, bu darvozamizni 1 million 100 mingdan ham chiqarsa bo'ladimi? 1 million 100 ming so'mdan ham chiqarsa bo'ladi Boburjon. Orqa yo'lda listini 1.5 qilish kerak. 1 million 250 ming so'm chiqarsa bo'ladi, orqasini ham oldini ham 1.8 listdan qilish kerak. Aka, shuni 1.8 qilib turib, 1 million 200 mingdan tekis. 1 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. Obunachilar maza qilsin. Qilib beramiz. Xudo xolasa, ha aka. Gap so'zi yo'q. Aka, bu qaysidir darvozani aksiya qilib beraman degandingiz? Shu darvozani aytganim. Ha, mana shu darvozamiz. Ha, shu darvoza, Samarqand fason darvozamiz. Ha, shu darvozamiz. Xo'p, buni shartlari qanaqa bo'ladi? Endi shartlari Boburjon, bu darvozamiz o'sha razmeri tushgan joyga imminni shu darvozani kvadrat metrini 300 ming so'm o'tib beramiz. Mana shu darvozani kvadratini 300 ming so'mdan o'tib beramiz. Imminni obunachilar. Shunda kvadrat qanchadan bo'ladi? Kvadrat o'zingiz ham bilasiz, 1 kvadrat metrini buni 1 million 200 ming so'mdan 1,5 million so'mgacha qilishadi. 1 kvadrat metrni shunikini imminni obunachilaringiz aloqaga chiqib, omadlari bor razmeriga tushib bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadrat metrni 900 ming so'm qilib beraman. Ha, bu darvozamizni kvadratini 900 mingdan qilib beraman. Hurmatli obunachilar, bunaqa imkoniyat bo'lmaydi. Bu darvozamiz aslida 1 million 200 mingdan 1,5 milliongacha, lekin akamiz bonus qilib, aksiya qilib bu darvozamizni kvadratidan 900 mingdan
Razmeri aka nechi? Boburjon, darvozamiz razmeri toshni quloq solib tursin. Darvozamiz razmeri 285 ga 3,5 metr. Ha, 285 ga Yana 3,5 metr. ha. Kimga shu darvoza Razmeri tushadigan razmeri tushsa, birinchi odamga kvadratini 900 mingdan xudo xolasa, gap yo'q aka. Xudo xolasa. Aloqaga chiqsa yana kelishtirib beradi. Dastavkasi bepul, ha? Dastavkasi vodiy bo'ylab bepul. Bo'ldi aka. Xo'p, bu darvozamizning materiallari qanaqa endi? Materiallar bu darvozamiz eski emas, ha? Yo'q, Boburjon, darvozamiz turgan, netgan darvoza emas. Endi hali turgan, netgan darvozalarni ko'p joyda aytishyapti-ekan, avvalo nasib. Darvozamizning listi 1.8 list, ustidagi yer yong'og'i 1.3. Mana o'zingiz ham yaqinroq syomkani olib kelib e'tibor bersangiz, vibraga bosilgan. Liboy darvozaga solishtirib olishadi. Ikkala yoni tagi qismi shvilli. Vibralar ham bor mana. Gap yo'q. Mana shu joylarga darvozada vibra yo'q. Zamok o'rnaydigan joylarni ham shu chotka qilib qo'yilgan, ko'pkalari ham o'ziga moslashib. Ha, demak, bunga toza zamok uchun joy qoldirib ketilgan. Darvozamiz va katta zamokka. Ha, katta zamokka joylashtirib ketilgan. Xo'p, bu darvozamizni listlari? Listlari 1.8 list, ustidagi yer yong'og'i 1.3 bo'ladi buni. Shu aytib o'tdik, yo'llari shviller, darvozamiz razmeri 285 ga 3,5 metr. 3,5 metrga 80 sent nalichka qo'shiladi. 4.30 ga. U devori tepasiga. Ha, devor tepasiga. Ha. Tushadigan razmeri 285 ga. 5, ha. 290 joy bo'ladigan bo'lsa, yana ham o'ynab kulib kiyim kiyganda tushadi. Shaytonga atesga o'lib tushadi. Bo'ldi aka. Xo'p, bu darvozamiz demak yangi darvoza. Qadrli obunachilar, turgan darvoza emas, yangi. Xo'p, bu darvozamizni masalan bundan tashqari kattaroq razmerda bo'ladigan bo'lsa, kvadrat qanchadan bo'ladi? Kattaroq razmerda bo'ladigan bo'lsa, kattami, kichkinami 1 kvadrat metrni o'sha materialiga qarab 1.200.000 so'mdan 1.5 million so'mgacha bo'ladi bu darvozamiz. 1 kvadrat metr. Gap yo'q. Bunaqa qimmat darvozani 900 mingdan. Bunaqa imkoniyat boshqa bo'lmaydi. Kelishtirib ham beramiz. Xudo xolasa, kelishtirgan holat. Chiqsa bemalol kelishtirib beramiz. Xo'p, aka, bu darvozamiz mana pechatli darvozamiz. Endi Boburjon, shu shumkali ponni qalin darvozalarni ko'rsatib o'tdik. Endi hammani sharoiti har xil. Shu shtampovkani ham Dubai varianti juda chiroyli qilib ishlab qo'ydik, mokraspal rangida. Ha, faqat listli darvoza emas, balki mana bunaqa shtampovkali, pechatli darvozalar ham ishlab chiqarishadi. Xudo xolasa, bular ham sifatli. Aka, buni ma'lumotlarini aytib o'tsangiz. Ma'lumotlari Boburjon, ikkala yoni 8/6 profili, 1.7, tagi qismi mashina bostirgan joyi shviller. Darvozamiz razmeri 3.40 ga 3,5 metr. Bu arka qismini shu yulduzcha qilib lazerli qilib qo'yganmiz. Bu joylari shu nerjavekani qorasi qilib qo'yganmiz. Hisoblari ham o'ziga moslashibgan. Bu ruchkasi ham mustahkam, ha? Ha, mustahkam. Darvozamiz kalitkasi o'ng tomonda o'rtada joylashgan. Ha, bu kalitkasi ham bo'ladi, ha. Lekin uzoqdan qaraganimizda bu darvozamizni kalitkasini zamok bo'lmasa, ha? Zamok bo'lmasa, ha, bilinmas ekan to'g'risi. Profillar mondaligi. Ha, mana juda ko'p profil ishlangan, admanka bo'lib chiqqan. Mana kalitkasi bu ham o'xshaydi, bu ham o'xshaydi. Lekin darvozamiz haqiqatan ham juda ham ajoyib. Mana profillarining qalinligini mana bu joydan bilib olsa bo'ladi. Ya'ni rahi yumaloq holatda bo'lsa, darvozamizning profili qalin bo'ladi. Listi ham mana silliq holatda, darvozamiz silliq ishlangan. Aka, bu darvozamiz bir qavatli, ha? Bir qavatli, shu laklari ham matviylar, xohlasa glansiy qilib altilab turadigan qilib beramiz. Matviy quyoshga bardoshi zo'r. Listli darvozaga ham, bu darvozaga ham ishini, kачествосini bir xil qilib, shu tozalab, yuvib tarab, gruntовкаlarni sochib, cho'tkilar qilingan variant. Xo'p, bu darvozamizning kvadrati nerjavekalarni shu sarig'i bor, qorasi bor, har xili bor. Aytishgan rangida qilib beraveramiz. 1 kvadrat metri shunikini shu 600 ming so'm qilib beramiz. Ha, bir qavatli holatda kvadrati 600 mingdan. Aka, bu darvozamiz 2 qavatli bo'lsa-chi? 2 qavatli bo'lib, orqasiga tekis list bosib yoki orqa oldini bir xilda bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadrat metrini o'sha listini hisobiga 600 ming so'm deyotgan bo'lsa, 250 ming so'mdan pul qo'shib berishadi. U tuplini qilib shumkalab qilib beradi. Shunda orqa tomoni ham, old tomoni ham bir xil holatda bo'ladi, ha. Uydan chiqib kelaturib ham, kirib ketaturib ham umuman sezishmaydi. Ha, ichkaridan qaraganingizda ham darvozamiz shu holatda bo'ladi. Orqa tomoni ham, old tomoni ham bir xilda bo'ladi. Ajrata olmaysiz, xullas. Aka, bu navbatdagi darvozamiz. Navbatdagi darvozamiz o'sha taroq fasonda shu shumkali qilingan varianti. O'zimiz buni Andijon Oltinko'lga ketadigan darvozamiz. Darvozamiz razmeri 3.10 ga 3.30 ga joylashgan. Tahiyasini ham shu kichikroq qilib, qovun qilib, skvajna qilib, lazerli qilib qo'yganmiz. Havo aylanishi uchun.
Kalinka qismi piyoda kiradigan eshigi shu o'ng tomonda. Qanot ichida joylashgan. Ikkala yoni tagi qismi shvilleri bo'lgan. Aka, bu darvozamiz skromniy fasonlardan bittasi. Uy tanlamaydi. Yana bu darvozamizni har bitta sexda kamida bitta topsangiz bo'ladi. Xuddi shunday. Bu darvozamizda menga yoqqan tarafi, mana bu joyiga suv to'planmaydi. Ayni mana shu joyiga suv to'planmaydi. Ya'ni suv bu yoqdan kelib, bu yoqdan silliqqina tushib ketadi. Bu listlarni ham Boburjon o'sha stanoyda to'rt tomonlarni egib, suv yomg'ir kirmaydigan qilib, o'sha o'zingiz aytib o'tgandek, o'sha gibkalarni ham cho'tkilab qo'yilgan. Suv o'tmaydi. Yo'q, o'tmaydi. Zang chiqarmaydi. Zang chiqarmaydi. Stig yo'q. Stig yo'q. Bemalol karchillab ham, suv sochib ham qanaqa. Ha, shuni so'ramoqchi edim. Bu darvozamizni qarshi yerda yuvsa bo'ladimi demoqchi edim. Shu mashinani qanday yuvsa darvozani tartib qo'yasiz, shunday yuviladi. Ko'p joyda haligi materialni olib borishar ekan, darvozani fonda yuvib taragandan keyin shu devoltaroq atsa yana ham ochiladi darvoza. Darvozamizda lekin shum yo'q ekan. Bu tomonda ham darvozalarimiz bor, ularni ham ko'rsatib o'tdim. Aka, bu darvozamizni kvadrati? Kvadratiga keladigan bo'lsak, buni yana bitta sheriga bor bu darvozamiz kvadrat metrini. O'shanda aytaymi, hozir aytaverayim. Ha, uni ko'rsataylik, yo'qsa. Uni farqi nimada? Farqi yo'q, rangi ikki xil. Mana rangida darvoza, razmeri bu bilan bu ikki xil. Darvozamiz bu bilan buniki rangi bir xil bo'lganki, o'sha ikkinchi rangi. O'shanga ikki xil deydi. 3 xil variant, ha? Ha, 3 xil variant. Hozir ko'rganingiz ochrog'i bu to'g'rog'i. Buni razmeri Boburjon 320 ga 3,5 metr. Ha, 320 ga 3,5 metr. Ha. Endi uniki tahya qilib qo'yilgandi, gapingizni bo'lib qo'ydim. Endi ko'p joyda akalarimiz katta mashina minishadi yoki dehqonchilik olib kirisha olmayapti degan darvozamiz bu peshburun deydi. Shu joydan tepa qismigacha dakansi ochiladigan qilib qo'yilgan. Splashning holati qanotlari ochiladi. Ochiladi, ha. Ha, bu tahyasi yo'q. Tahyasi yo'q, o'shanda ponni splashni 335 ga ochiladi. Yuk mashina ham bemalol kirib ketaveradi. Qadrli obunachilar, yuk mashinangiz bo'lsa bemalol, mana Furami, Gazelmi, Kamazmi, Zilmi bemalol kirib ketaveradi. Xo'p, aka, buni materiallari? Materiallari Boburjon orqa yo'lda listi 1.8. Buni kesaki deymiz, shu Shirokki Tursinga 12 ga 8 profil 2 yilga ishlatgan. Tagi qismi boshlanib o'tgan joyi chivilli. Lekin ha, uzr, gapingizni bo'ldim. Lekin profildan qilsangiz ham juda ham chiroyli chiqadi. Bagati. Chiroyli chiqadi. Endi xohlasa, yo'q, menga profil bo'lmadi o'g'lim deysa, chivillarga ham qilib beramiz. Darvozamiz soplariga ham e'tibor bersiz, o'ziga juda moslashib chiroyli tushgan elchivakalari ham bachkana emas, sodda turadi. Xo'p, aka, endi bu darvozamizning kvadrat qanchadan? Kvadrat metrni endi Boburjon aytsak ko'p kuttirib yubordik. 1 kvadrat metri 1 million 200 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mgacha qilsa bo'ladi. Ha, materiallar o'zgarishiga qarab turadi. Orqasi qanaqa holatda? Orqasi tekis shu holatda. Tekis, splashning holati. Splashning holati. Lekin narxiga o'sha 1 million 400 ming so'mlikka ham, 1 million 200 ming so'mlikka ham shu bir xilda mehnat, bir xilda kachilik qilib beramiz. Bu navbatdagi darvozamiz. Navbatdagi darvozamiz O'zgina farqi bor ekan bu darvozamiz bilan. Ya'ni mana bu dila qismida aka, buni kvadratmi? O'sha kvadrat qo'yganmisiz? Kvadrat qo'yilgan, motoriga o'sha gelatki deydi ko'pchilik. Taroq fason bu ham. Shu darvozamizning rangi boshqachasidan, taglariga shu soqqacha qilib ishlangan. Uning high-tech variantida. Xo'p, bu darvozamizning razmeri? Razmeri Boburjon 380 ga 3,5 metr. Uniki o'sha lazerni qovun deymiz, buniki o'sha yulduzcha skvajli bo'lib turadigan joyda 5 xil varianti bor. U lazer gullarni qanaqa xohlasa, xuddi shunaqa qilib beraverasiz. Bu farqi yo'q. Yo'q, farqi yo'q. Rangida yoki lazerida farqi yo'q. Endi buni xohlasa shu yozda skvajli bo'lib turib, qishda oynakka moslab qo'ysa ham bo'ladi. Ha, yopib, ha? Oynaqchini chaqirib, shu oynaq qo'yib qo'yishadi. Yozda xohlasa oldirib qo'yishadi. Xo'p, aka, bu darvozamizni kvadrat qanchadan endi? Kvadrat metr shunda mana ukalarnikida bir xilda. 1 kvadrat metr o'sha materiali shu cho'tki chiroyli bo'ladigan bo'lsa 1 million 200 ming so'm. Ha, 1 million 200 mingdan demak. 1 million 200 ming so'mdan ham bor. Materialni aytib deb, darvozamiz bitadi, xohlasa mana shu vodiy bo'ylab bo'lsa, cho'rnoy holatini kelib ko'rib olishadi. Materialni xuddi shunday deb tushuntiramiz. 1 million 100 ming so'm ham qilsa bo'ladi. Materialiga, ishiga, kachituvasiga bog'liq. O'zingiz ham yaxshi tushunasiz-ku. Ha, uni kelishilgan holatda endi befoyda gapni gapirib 1 million yoki 950 ming so'm qilib beramiz deb yo'q gapni gapirish kerak yo'q. Shu 1 million 100 ming so'mdan uzul kesil 1 million 400 ming so'mgacha qilsa bo'ladi.
Qadrli obunachilar, qo'ng'iroq qilsanglar, xudo xolasa, darvozalarni har bittasini chiroyli qilib, skidka qilib, narxidan o'tib beradilar, xudo xolasa. Xo'p, bu navbatdagi darvozamiz, aka, bu Yondirib olaman degan mehnatmi yo peshatlimi? Yo'q. Bu darvozamiz 70% ruchnoy, pechatli emas. Ha, gibrid. Gibrid bu. Ham ruchnoy, ham pechatli. Ham pechatli. Aralash. Aralash. Bu darvozadan mana o'zingiz ijtimoiy tarmoqlarga olib yurib Boburjon juda kam ko'rgan bo'lsangiz kerak. Mana shaxmatlarni ham juda mayin qilib to'qilgan. Qozonchilar ham o'ziga mos go'zal tushgan darvozamiz. Aka, buni foydasi bor. Chunki mana bu profillari, qovurg'asi qancha ko'p bo'lsa, Shum tushaydi. darvoza mustahkam bo'ladi. Mustahkam bo'ladi. Ha, keyin shum ham kamroq bo'ladi. Kamroq bo'ladi. Darvozamiz baquvvat chiqqan ekan. Xo'p, bu darvozamizning razmeri Razmeri Boburjon 3,5 metr, eni, gavdasi ham 3,5 metr. Arka qismini o'sha lazerli qilib qo'yilgan. Bu darvozani tushuntirganimda, shu dehqonchilik katta mashina minadigan akalamizga iminni yasab qo'yganmiz, splashni ochiladigan variant. Tepagacha. polni holatda Polni ochiladi. Kalitga qismi o'sha qanotda ichida deymiz biz, shu chekkada bo'lgan variant. Ochilganda takansa qanot ham birga ochilib ketaveradi, piyoda bundan qatnaveradi. A buni taxiyali ham Taxiyasi bo'ladi, 370, 380 boring. Shunga ham bo'lsa bo'ladi. Tepasida oyog'ini eng tepasida o'sha guli o'yindan chiqib ketadi, ozgina qismi shu taxiya bo'ladi. Endi 3,5 metrga boring, shuni splashni ochgan darvoza go'zal turadi bunga. Yuk mashina yoki suzib minadigan akalar umuman qiynalishmaydi. Qiynalishmaydi. Haqiqatan ham qiynalishmaydi. Xo'p, aka, bitta savol bor. Hop. Mana shu darvozamizni umuman qanaqa darvoza bo'lsa ham relisli qilib ham qilib bera olasizmi? Reysli qilib beramiz. Yonga ochiladi shunda. O'sha yoki u tomonga yoki bu tomonga ochiladi yoki o'sha 90 gradusga ochiladigan qilsa bo'ladi. Lekin bu darvozani misol 1 kvadrat metr 8 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz ham bilasiz, relisli darvozani 1 kvadrat metriga 200 ming so'mdan pul qo'shiladi. Materialga qarab turib qo'shiladi. Nimaga desangiz, yugur mehnati ko'proq, tagiga, tepasiga o'g'onlik ishlaydi. Ikkita usta boradigan joyga 4 ta usta boradi. Aslida relsiz qilgan yaxshi. Shatira g'idira bo'lavermaydi. Yo, masalan, tashkilot Hop. qanaqadir fabrika bo'ladigan bo'lsa, Qilsa ularga bo'ladi. relisli qilingani yaxshiroq. Endi sizga o'xshab biz gapga juda kuchli emasmiz Boburjon. Darvozani Yo, aka, gapga istasiz. sistemasida Xudo xolasa, Alloh uyaltirmasa, javob berib chiroyli qilib beramiz. Avvalo Alloh. Ha, yo'qsa bu darvozamizga qaytsak, bu darvozamizning kvadrati Kvadrat metri shu turgan holati 1 kvadrat metr 800 ming so'm. Shu nerjivekali darvozamiz kachituvasi sifati shu holatda bo'ladigan bo'lsa, 700 ming so'm, 750 ming so'm ham qilsa bo'ladi. Qaytiradigan variantingizni shu joylarda nerjivekalar bo'lmaydi. nerjivekasi bo'lmasa, narx-navosi o'zgaradi. Prostoy qilingan varianti ham bor-da, hozir navbatda ko'rsatib o'tamiz. Soddaroq skronli. Ha, lekin bu darvozamiz ham juda ham ajoyib. Go'zal alo darvoza, chiroyli darvoza. Juda ko'p sotildi, yasadik, olib borib qo'yib berdik. Xudo xolasa o'zimizni ham, sizni ham uyaltirmadik. 5 ta uylarimiz birga ishlayapmiz. Ikkala yoni shu o'ngga o'ng frohulga bo'lgan, tagi 10 kishi billaydi. Kesaklari. Xo'p, aka, bu darvozamiz Dubay fason darvozamizni pechatli varianti. Dubay fason darvozamizni shu navbatda syomkada ko'rsatib o'tgan darvozamizni pechatli varianti. Uzoqdan ko'rsa shu Dubay fasonda shu 2 qavat qilingan varianti deydi. Aka, bu darvozani uzoqdan qarasangiz shunaqa. Pechatli deb o'ylamaysiz. O'ylamaydi. Ha, ruchno deb o'ylaysiz. Kelib darvozaga shuni tegishib Kelgandan keyin urib ko'rsangiz, ha, pechatli ekan deb o'ylaysiz. Lekin uzoqdan qaraganingizda bu darvozamiz xuddi ruchno bilan birga bir. Xo'p, aka, bu darvozamizning razmeri? Razmeri Boburjon 3,5 metrga 370. Mana Versace'lari ham o'ziga moslashib tushgan. Darvozamiz kalitga qismi o'ng tomonda, o'rtada. Razmeri 3,5 metrga 370. Eng tepa qismi buniki lazerli shu, havo kiradigan joyda. Darvozamiz bu Reflonga darvozamizda ham HS dan chiqibdi. Buni ham 360, 3,5 metr, boring 384 metr bo'ladigan bo'lsa, kalitga piyoda kiradigan отдельный qilsa ham bo'ladi. Odam kiradigan eshigini piyoda kiradigan. отдельный qilsa bo'ladi. Endi buni kalitkasini qanot ichida qilingan variant piyoda shundan kirib chiqadi. To'y to'nog'ida avtomobil kirganda shuni ochganda devorga tekis ochiladi, qiynamaydi odamni. Listlariga keladigan bo'lsak, Boburjon, listlarni 1.3 deb sotishadi. Chiqishi eng qalinniki buniki 1.2 chiqadi. Ha, bozorda 1.3 desa ham
Yo'q, asli ular ham odamaldashmaydi. 1.3 degan narsa 1.2 chiqadi. 1.2. Haloliga aytish kerak. Boring 1.2 deganda bu darvozani qonunlari 1.2 listda. O'g'il bolachasi yo tagi qismi listlari 0.9 aytib qo'yish kerak edi. Bu joylar ham shu 1.2 holatda bo'ladi. Darvozamiz hamma yo'q full qalin variantda bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadrat metr 580 ming so'm chiqadi. Shu turgan holati 500 ming so'm darvozani. Kvadrat, hozir shu turgan holati. Ha, tepa qismi 1.2 lis, 1.2 lis. past qismi 0.9 bo'ladigan bo'lsa, kvadrati 500 ming. 500 ming so'm. Agar polni holatda full bo'ladigan bo'lsa, kvadrati 580 ming so'm. 580 mingda. Shu zo'ri, kelishtiramiz. Lekin aytib qo'ygan yaxshi. Dogovor qila o'tirib, Albatta. ochdi yotirib, yo bo'shab qoldi, yo zo'rib deb qo'yish kerak. To'g'ri aka. Xo'p, bu navbatdagi darvozamiz. Navbatdagi darvozamiz bu Aka, bu ham gibridmi? Gibrid u reflonkani shu sal rastorlashtirgan skronik qilingan varianti. Mana yer yong'oq listlari deymiz, reflonki yirikroq varianti buning. Lekin darvozamiz juda ham baquvvat ekan. Baquvvat, chiroyli chiqqan. Xo'p, bu darvozamiz matviy holatda. Matviy holatda o'sha kraskani mokraspalli ochiqroq sveti bu. Darvozamiz razmeri 3.30 ga 3.5 metr. Bu kraskasi laklari, Kraskasi laklari hamma yo'q o'sha toza, chiroyli variantda ishlangan. garantiyasi bor. Garantiyasi bor. Boburjon, endi bu darvozani shu bir portlataydi olamiz obunachilaringiz. 1 kvadrat metrning oxiri 550 ming so'm, 600 ming so'm qilib berishadi. Darvozamiz razmeri 3.30 eniga, gavdasi 3.5 metr. O'zimizda vodiy bo'ylab 1 kvadrat metrini 400 ming so'm qilib beramiz. Shuni o'zini. Ha, bu darvozamiz ham bonusga. Bonusga. Xudo xolasa obunachilarimizga, qadrli obunachilar, bu darvozamiz ham bonusga mana bunaqasi bo'lmagan, kvadrati 400 mingdan akalar. Bu gap yo'q, lekin men qo'yib qoldim. Xo'p, aka, bu darvoza haqiqatan ham eski emasmi? Eski hali qop Materiallar qarashmasmi? Darvozani ustiga kelib ko'rib olsa, xohlasa uylariga olib boraman, darvoza yoqmadi desa qaytarib yuborishaversin. Ha, darvoza material toza, qalin. Darvozani endi hamma narsani hali gapiraversa odamlar ishonib-ishonmaydi. Bir joyida ulog'i yoki yetti qiyamog'i yoki bitta aybi bo'ladigan bo'lsa, o'g'li bo'lashasiga javob beramiz darvozaga. Xo'p, buni ma'lumotlarini aytib o'ting endi aka. Ma'lumotlari ikkala yoni 8 ga 6 profil, 1.5 da bo'lgan, tagi qismi shiviller, hamma darvozaga qanday ishlagan bo'lsa, profillari 6 ga 4lari 1.3 da bo'lgan, listlari ham 1.3 da. Arka qismlari shu qanot bilan birga ochiladigan lazerli qilib qo'yilgan. Darvozani biz xudo xolasa, bizni bu darvoza shu zakasini oldik, hamma yo'g'ini qildik. Darvozamiz 5 oydan emas, reklamada turdi. Imminni siz obunachilaringiz bitta portlataylik deb 400 ming so'm dedik. Bo'ldi aka, xudo xolasa. Tushib qolgan odamni olmadi. Darvoza boring 7 million bo'ladigan bo'lsa, hozir kongratorga tushmayapti, 2 millionga farq qiladi. Darvozani kelib ko'z bilan ko'rib olishaversin. Bo'ldi aka, xudo xolasa. Xo'p. Lekin Voha, Samarqand u tomonlarga bo'ladigan bo'lsa, Surxondaryo, Qashqadaryo va Samarqand Urgutdan ham juda ko'p zakaz olyapmiz. Xudoga shukr. U tomonlarga bo'ladigan bo'lsa, dastlabkasiga ham o'zlari qilib olishadi. Buni. Ha, vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Toshkent yo'q, vodiy bo'ylab olib borib qo'ying. Aka, vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastlabkasini bepul qilib berasiz. Toshkentgacha ham dastlabkasini qilib olishaversa, yaxshi narxi. Bo'ldi aka, xo'p bo'pti aka. Hop, bu darvozamiz? Bu darvozamiz Boburjon 3.20 ga 3.5 metr high-tech fasonda shtampovka varianti. Lislari 1.2lik, kraskalari shu Devo kraska matviy bo'lgan, bu joylari shu nerjaveykalari juda chiroyli bo'lib chiqqan. Qadrli obunachilar, bu nerjaveykammiz mana yaltiraydi. Qorasida bo'lgan. Ha, yomg'ir yoqqani uchun bu ozgina. Ha, suv tekkani uchun dog' bo'lib turibdi, lekin bu bitta artib olsangiz darvozamiz vidini ko'rsatib ochiladi. Xo'p, aka, bu darvozamizning kraskasi laklari? Kraskasi laklari hamma yo'q shu tozasidan juda chiroyli cho'tkisidan bo'lgan. Shu matviy lak, Devo kraska shu 3 sloy sochib, gruntovkasi bilan shtampovkani listli bilan bir xil e'tibor berib qilingan variant. Darvozamiz shu ochiq joyda sug'orkalab qo'yganmiz, abrizizga turgan bu darvozamiz. Shunga layiqa chang turib, shu joyda biz ish qilamiz shu joyda-da. Ko'pchiliklar ishxona ichkarida reklama bir pokiza zo'r joyda turadi. Bizniki shu sug'orkaxona ham, kraskaxona ham klientlar shunday kelib ko'rib olishaveradi, shu joyda joylashgan. Xullas, yangidek qilib olib borib o'rnatib berishadi. Boburjon, bu joy nima deydi? Tarvuz bilan qovunni paykala deydi-yu. Asli shunaqa joy tushungan. Birinchi qo'l. Ha, birinchi qo'l. Endi ko'pchilik qovun bilan tarvuz uzib turib, keyin lolaga olib borib aytib, tozalab, chiroyli yaltirab qo'yadi. Endi bu sexda turgan varianti.
Endi zakasini hozir shu layqa chang turgan holati bu. Endi zakas berib ko'rishsa, darvozani ko'rib, shu mahallada hamma chaqirib bitta osh qilib yuborishadi, xudo xolasa. Bo'ldi aka. Xo'p, bu darvozamizning kvadrati? Kvadrat metri 1 kvadrat metri shuniki 480 ming so'mdan Nerjibekasiz. Hozir mashq holati 550 ming so'm 1 kvadrat metri. Darvozamiz sifati juda ham ajoyib. Skronni darvoza, kulib turgan darvoza. Xo'p, aka, bu tomon sex. Bu tomon sex, yana bir ikki dona chiroyli yangicha darvoza qilib qo'ygan. Boburjon, buni ham bir ko'rsatib qo'ying. Skromniy pechatli darvozamiz. Endi bu shu yangilik darvozamiz. Aka, mana shu pechatli darvozalarni necha xil turlari bor? Pechatli darvozalarda bir 200 xil varianti bor. 200 xil turi bormi? 200 xil turi bor. Shu ishdan burib chiqaraveradi. Endi suvarchikni, darvozachini hamma reklamasi har xil didiga, darvozani fasonini chiqarishga, ishini kachituvasiga bog'liq. Darvozachini mahoratiga bog'liq. Mahoratiga bog'liq. Endi birovlar rizqini boshqa darvozachi rizqini yeolmaydi. Biz umuman darvozachini yomonlamaymiz. Hammani shu Alloh berib qo'ygan rizqi bor. Endi shu darvozamizdan gapirsak Boburjon, taroq fason lisli darvozamizda ya'ni gibrid dedingizmi, shu gibrid qilib qo'yilgan variant, shtampovka varianti. Tepa qismi lazerli, 340-3,5 metr. Qadrli obunachilar, yana qayta aytaman. Bu darvozani yaqindan ko'rsangiz, keyin bilasiz sifatini. Yaqindan ko'rsangiz mana silliq ishlangan darvozamiz. Motiviylar qilingan Boburjon. Ha, motiviy holatda. Mana hali peshburin deydim, shu ham hali palasa listdan emas, shu 4-2 profildan qilingan. Kalitka qismi o'ng tomonda chekkada shu bir chekkada. Zamoyda endi shu joyga qo'yiladi. Kimdir past, kimdir baland qo'yib qo'yapsiz o'g'lim deyapti. Shu borganda o'zimiz aytgan joylariga qo'yib beramiz chiroylab. Orqa qismi ham tekis darvozani. Ko'rgan odam listli shu tuplini darvoza deydi buni asli. Bachkana emas, skronni. Lekin mana bu zamogini ham o'zi standart razmer bo'ladi. Boring bu profil 6 ga to'g'ri profil. Profilni o'sha razmeriga qarab, shu 6 lik Zuber zamogimiz ham bor. Shu 6 lik Zuber zamog 5 xil variant tushaveradi. Zamogini variantini tashlaymiz. Xohlasa Telegramdan, xohlasa ko'z bilan ko'rish shu zamog deysa, liboy zamogni qo'yib beraveramiz. Zamogini 100 minglik, 300 minglik farqi yo'q. Profilga tushib qolsa bo'ldi. Qo'yib beraveramiz sizlarga yoqtirgan zamogni. Xo'p aka, bu darvozamizning kvadrati? Kvadrat metri shu holati, mashq holati, mashq ishga hozir ko'rib turgan vajimiz 1 kvadrat metr shuniki 500 ming so'm. Bir qavatli holatda bo'lsa, bir qavatli holat. Kvadrati 500 ming so'm. Xo'p, aka, bu vibra bo'lsa-chi? Darvozamizni bir qavatli qilib turib shu joylariga polni shu vibraga bosib, darvozamizni chiroyli qilib berilsa, 1 kvadrat metrni 500 ming so'm deyotsam, ko'pchilik vibra qo'ydimi 530 ming so'm deyshadi. Vibra qo'yib bersak 20 ming so'mdan pul qo'shib berishadi. Vibrani pulini. Ha, 500 ni 20 mingdan. Ha. Shunda. O'sha bir pachka vibramiz necha puldir bo'ladigan bo'lsa, shu kalkulyatorga shuni tushamiz, darvozamiz boring 3 million bo'ladigan bo'lsa, vibrani pachkasi 500 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, 3,5 million berishadi, bo'ldi. Bo'ldi aka. Xo'p, bu navbatdagi darvozamiz, bu ham yangilik fasolidan bittasi. Yangilik fasolimiz Boburjon. Bu o'sha high-tech bilan Dubayni gibridlashib, yangilik fason qilingan variant ekan. Xo'p, buni materiallari haqiqiy usta bo'lib ketib suvarish bo'lib Boburjon. Aka, buni syomka qilaverib, Dubai deb hammasini nomini urgan bo'libsiz. Jamchilik kuchli emasligingiz. Bo'ldi aka. Birlashlaymiz, suvarchilik bo'lasiz. Xudo xolasa, albatta aka. Zakaz ko'payib ketadi aka. Bo'ldi. Beravering savoldan Boburjon. Xo'p, buni razmeri? Razmerini bitta topingchi qiziqishga. Aka, buni razmeri taxminan 380 ga 3,5. Suvarchi buyildan keyin bo'lar ekan. 3 metrga 3,5 metr. Ha, 3,5 metr. 380 katta darvoza bo'ladi Boburjon. Menga 700 boshqa ustaga aytmang, kulib o'radi. Boburjon o'sha high-tech fason Nerjibekali o'sha qora variantda qilingan. Aytdikna sariqni ham qilib beramiz. Shu joylariga ham o'sha Nerjibekani chiroyli qilib tagi qismi shikanatlari deymiz, shikanatlariga ham qilingan. 3 metrga 3,5 metr. Shu mokraspali kraskani bosso'roq o'sha ko'kimtirrog'ini xiyol qilib qilinganda bir xilda sochilgan. Hozir rangini Nerjibek ajratib turibdi xolos. Buni ham rangi aka, bu mokriy asfalt emas, a? Mokraspal, qora desangiz qora emas, och desangiz och emas. Zangorga tortyapti. Zangorga tortiydi. Ha, buni rangini o'zingiz tayyorlagansiz. O'zimiz podvorni o'sha kraska do'konimiz shu joyda. Kraska ham hamma yo'q o'zimizda.
o'zimiz tayyorlab podvolni qilib juda chiroyli qilib sochganmiz. Avvalo mijozlarga, klientlarga yoqish kerak. Aka, bu darvozamizni kvadrat qanchadan? 1 kvadrat metr shu gibrid bo'lsa ham, high-techga Dubay moslash bo'lgan, aralashtirib qilingan gibrid dedingiz-ku. 1 kvadrat metr 600 ming so'm shuniki. Materiallari, ishlari, o'sha kraskalari hamma yo'q cho'tka holatda bo'lgan. Profillari, materiallari o'rta holatida. Hali hamma yo'q 1.7, profilni qorasi deyarli yo'q gapirish yo'q. Profillari o'sha 1.3 ta bo'lgan, 8.6 ta profillari 1.5 ta, tagi qismi shvilli. Ha, darvozamizni ikkita yoni profil, tagi shvelli. Boshqa bostirgan joyda обязательно shvillari bo'lmasa bo'lmaydi. Endi kimdir ikkala yonini ham, tagini ham shvillar qilib ber o'g'lim yoki uka deysa, shvillarga dogovor qilamiz. Temirchi odam, suvarchik yoki temirda chirib yurgan odam tushunadi. 1 kvadrat metrni 800 ming so'm qilsa ham bo'ladi, 450 ming so'm qilsa ham bo'ladi. Endi profiliga, metaliga bog'liq, uni temirchi odam tushunadi. Xo'p, aka, bu darvozamizni 2 qavatli qilsak-chi? 2 qavatli qiladigan bo'lsak, haligida aytdim-ku, o'sha 2 qavatli qilib kvadrati chiroyli holatda qilinsa 850 ming so'm do'dim. Endi siz gapingiz qolib ketmaydi, 800 ming so'm qilib beramiz. Bo'ldi aka, xudo xolisi. Endi mana yana bitta gapim bor. Boburjon, profil 6 ga to'g'ri profil. 6 ga to'g'ri profilda 0.9 stenkasidan boshlanib 2.5 gacha bor. Endi ba'zi odam aytadi, falon joyda 500 ming so'm do'di. To'g'ri u gap, 450 ming so'm do'di. Deydi, profilda 1 metri 20 ming so'mdan 1 metri 70 ming so'mgacha bor. Temirchi odam uni tushunadi, to'g'ri ku gaping deydi. Bir darvozani shu holatini 6 million so'mga qilsa ham bo'ladi. 8 million so'mga ham chiqadi. Ko'rinishi, dizayni bir xil turaveradi, profiliga bog'liq. Ishiga bog'liq, Boburjon. Aka, bu sex menda? Endi seximiz shu, mana kraska xonamiz, bu tomonda suvarka xonamiz, Boburjon. Shu darvozamiz o'zimiz buni Namangan shahriga Dambog' degan joyda bu. Shu joyga olingan zakaz. O'sha darvozamiz hozir internetlarda portlar turgan, o'sha hozir Abrazizda endi sotib oldik. Shu Afsona Pason deganimiz darvozamiz. Ha, bu darvozamiz ham ikkilik listga orqa qismi 1.8 list. haqiqatdan ham trendda turgan fasonlardan bittasi. Qanotda o'zi klasi ham normalniy. Ikkala yoni tagi qismi 12 shvillar mana Boburjon, sizga takasati. Hali oshiq-moshig'i o'sha tepa tomonda ikkitali pachin deyiladi, o'sha shaner. Tepa qismi tahiyasini 40 sent qilib berganmiz. Darvozaning gavdasi o'zi 380 bo'lgan, 40 sent tahiya qilib qo'yganmiz. O'zimiz va Namangan shahardan bo'qqan. Endi taroq fason degan darvozamizni syomkani ham juda ko'p cho'zib oldik, Boburjon. Taroq fason Abrazizda turgan reklamamizdagini o'sha Skilon darvozamiz orqa qismi, zakasini olingan. O'zimiz buni Andijon Oltinko'lga o'rnatgan. 4 metrga kalitkasini qanotini ichida qilib qilingan varianti mana darvozamiz. Ustiga chiqib irg'ib ko'ring. Shu oshiq-moshiqlari ham mana pachinli ikkitali, past qismida bitta, asos tepadan yuk tushish uchun tepaga qo'yilgan. Mana qanotlarimiz sentr zamon mana. Darvozaning orqa tomoni mana shunaqa holatda bo'ladi. Tekis shumka bilan bo'ladi. Bor kuchingiz bilan urib ko'ravering darvozani. Endi bu darvozamiz ham shu suvarkadan chiqib kraskaga o'tayotgan jarayoni bu. Aka, bitta darvozamiz qancha vaqtda tayyor bo'ladi? Darvozamizni tartib qoidasi mana listli shumkali darvoza bo'ladigan bo'lsa 15 kundan 25 kun muddatigacha. Endi bu darvozamiz Boburjon va Dubay fasonimizni shu bir 30% ga bitib qo'ygan holat, qilinayotgan jarayoni. Dubay fasonimizni bu. Bu ham shu 12 lik shvillar, birinchi qavat o'sha 2 lik list bosilgan varianti bu. Hozir birinchi qavat. Endi bolalarimiz chiqib hozir shu shumkalarni, ponni, orqasidagi listlarni bosishadi. Mana darvozamiz Revlonga fasonimiz cho'rmoy holati bu. Hozir shu Shahmat dedik, shu nerjavekalarni qo'yib ishlanayotgan darvozamiz Revlonga fasonimizni bir 40% ga bitib qo'ygan jarayoni bu. Boburjon, endi darvozalarimiz shulardan iborat edi. Yana bir 2 ta 3 ta yangiliklarimiz bor. Xudo xolasa siz yana bir chaqiramiz 5-4 kunda. Yana bir internet portalida darvozalarimiz, yangiliklarimiz bor. Bo'ldi aka, xudo xolasa chaqirsangiz, yurtdoshlarimizga chiroyli qilib ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Aka, bu dastavkasi bepul, ha? Dastavkasi kelishganimizdek, vodiy bo'ylab bepul. O'sha voha shu tomonlarga bo'ladigan bo'lsa, dastavkasini aloqaga chiqsa, kelishtirib beramiz yoki kelishamiz. Shu Telegram, WhatsApp hamma narsamiz ishlaydi. Xudo xolasa aloqaga chiqishadi. Darvoza olishsa ham, narx-navosini bilishsa ham, xijolat qilmay bemalol aloqaga chiqishaversin. Xijolati yo'q uni. Ha, bu telefon raqamlarda Telegram, WhatsApp bor. Hamma yo'g'i bor.
Tilvor akam doimiy ishlaydi. Doimiy ishlaydi. Aloqa chiqishadi. Zakolatni boring 5 million bering, 10 million bering emas. Avvalo darvoza uylariga borib, yoqsa kachchivasini tekshirib olib, ko'rib olishadi. Keyin pul sanab berishaveradi. Hali oldindan endi kimdir 5 million, kimdir 10 million pul so'raydi. Zakolati nimtatir bo'ladi. Darvoza avvalo topshirsa, yoqsa keyin pul sanab berishaveradi. Bo'ldi aka, sizga ham katta rahmat. Xudo xolasa Salomat bo'ling. yangilik bo'lsa chaqirsangiz, yo'ldoshlarimizga chiroyli qilib Bo'ldi. ko'rsatib o'tamiz. Musofirdagi aka-ukalarimizga omad, ishlari 100% ga barakali bo'lsin. Bo'ldi aka. Siz ham ishingiz omadli Rahmat. bo'lsin. Salomat bo'ling aka.